Assalomu alaykum akajon. Ismim Zafar. Sizni Microsoft kompaniyasidan bezovta qilaman. Siz eng yaxshi mijozlarimiz uchun mo'ljallangan dastur ishtirokchisiga aylandingiz. Buning uchun ilovamizni yuklab oling va hisob raqamingizga 200 ming so'm o'tkazing. Telegramingizga ilovamiz uchun havolani yubordik. Telegramingiz uchun havola. Yo'q, xotin meni rashk qilib, yana o'sha jonkani qizlaringiz bilan gaplashyapsizmi deydi. Bilib qolsa, keyin xafa bo'lsa, Dyson olib berishim kerak bo'ladi. Qimmatga tushib qolaman-ne, невыгодно. Sizni Microsoft kompaniyasidan bezovta qilaman. Oka, yana bitta addushi iltimos bor-da, shundoq mana shu chatimizni screen qilib, Instagramda shundoq podelиться qilib oling, storiesga отметка qilib, har kuni endi ishlamaymiz-ku, Microsoft bilan bizga ham obro' bo'lardi, поддержка kerak, подписчик kerak, oka. Oka, anu aytgancha Windows aktivatsiya degan tablichkani olib tashlasa bo'ladimi? Ilovamizni yuklab oling. Aha, bo'ldi, yuklab oldim. Endi nima qilish kerak, brat? Sari, Wi-Fi yo'q, shundoq, ilovani shundoq yuklab oling. To'xtang, o'zingiz tanimagan, bilmagan joylardan hech nimani yuklab olmang. Ishonchli kompaniyalar hatto Telegram orqali ham sizga shaxsiy xabarlar yozmaydi. Ilovamizni yuklab oling. Juvarmang, bu nima, virusmi? Yangi telefon olaman, Voy, bilyard! Nima bo'ldi? Telefonim gina chiqib qoldi-yu. Hamma pulimni yechib oldi. Quyib ketdi hamma pullarim. Xotin hamma pulni yechib oldimi? Tushunmadim. Kartamni yo'qotib qo'ydimmi? Agar siz ham shu kabi ilovani yuklab olgan bo'lsangiz, unda ma'lumotlaringizni kiritishga shoshilmang. Boshqaruvchi huquqlarni ham bermang, chunki ilova ekraningizni rasmga olib, siz kiritayotgan ma'lumotlarni yozib olishi mumkin. Aytgancha, aytuvdim-ku sizlarga, bu hammasi yolg'on deb. Hech kim 200 ming tarqatmayapti, bu hammasi yolg'on. Hech kim yeb ketarligi sizga hech narsa bermaydi. Firibgarlarga siz emas, faqat ma'lumotlaringiz kerak. O'zingizni himoya qiling. Ilovalarni faqatgina ishonchli manbalardan yuklab oling. Sharhlarni tekshiring va boshingizni aylantiradigan takliflarga uchmang. Yangi firibgarlik sxemasiga duch kelsangiz, albatta bizga izohlarda yozing. Biz esa Instagram sahifamizda so'zlab beramiz.